Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, do'stlar. Temurbek, assalomu alaykum. Do'stim, sizmisiz? Qadrdonlar, Temurbek yaqinda Boburiylar professional ligasida g'alaba qozondi. G'alaba qozonganda ham zo'r g'alaba qozondi. Birinchi raundda o'zida raqibini uxlatib qo'ydi. Oshna g'alabalaringiz har doim bardavom bo'lsin, davomiy bo'lishini tilab qolamiz. Rahmat osha. Xudo xolasa, sizdan bitta narsani so'ramoqchiman. Mana shu joyda bu Boburiylar ligasi qanaqa liga? Haligi qo'chqorlar, daladan qaytgan qo'chqorlar jang qiladiganmi yoki oktagonga chiqib olib menga jang ber deb baqiradigan ho'kizlar jang qiladigan ligami shuna bu? Yo'q, do'st, bu Boburiylar ligasi haqiqiy mujiklar, haqiqiy sportsmenlar jang qiladigan joy. O'ziga normalniy dastoniy bolalar jang qiladigan joy bu. G'alaba qozonganingiz munosabati bilan endi yigit kishi qirq hunar oz, MMA'da jang qilishdan tashqari mana shu mebellardan ishlab chiqarasiz. Shu modelingizni xudo xolasa biz Instagram sahifamiz obunachilariga chiroyli narxda berasiz degan umidda yoningizga keldim, do'st. Bo'ldi, do'st, siz obunachilaringizga faqat sizga obuna bo'lgan bo'lsa, mana shu divan kresloyimizni skidka qilib beramiz. 6 million so'mdan chiroyli skidka qilib bersak bo'ladi. 6 million so'mdan mana shundan modelni to'g'risi chiqarib beradi. Gap so'z bo'lishi. Uchta yostiqli bonus bo'ladi. Jurnalist stol so'rasa, jurnalist stoli kelishilgan holatda 1 million 350 ming so'mdan 1 million 400 ming so'mga da jurnalist stol bor. Uni kelishilgan holda qo'shib beramiz. Dastavkasi ham kelishilgan holatda bo'ladi. Qaysi viloyatga bo'lsa ham chiroyli holatda yetkazib beramiz. Klientlaringiz, obunachilaringiz ishonchini oqlaymiz, xudo xolasa. Do'st, obzor uchun katta rahmat.